musulmonni so'kinishligi fosiqlik, urushligi kofirlik. Hozirda odamlar tabiati aynan shunday qo'yib ketganki, birov bilan ozgina bahs qilib qolsa, ozgina tortishib qolsa, bir pasda haqorat qilishga o'tadi. Seni aqling yetmaydi hech narsaga. Sen o'zi bu narsani bilasanmi o'zi? Darrov tili bilan ozor, aziyat, ta'na yetkazishlikka keladi. Mana shu narsa sibob deyiladi, so'kinishlik deyiladi. So'kinishlik degani hech deb turib, hali biz bilgan so'kinish emas. Sen hech narsaga aql yetmaydi, farosati yo'q odamsan, sen mana qilsan deyaptim, shu ham so'kinishlik bo'ladi. Modomiki siz gapirayotgan gapdan hamsuhbatingiz ozor chekyaptimi? Demak, bu so'kinishlik deyiladi. Ammo iymonlik, tarbiyalik, axloqli kishi 10 soat bahs qilishi mumkin siz bilan. Lekin biron marta sizni dilingizni og'ritadigan so'zni gapirmaydi. Birodarlar, bunaqa odobni qayerdan olamiz? Albatta Qur'ondan olamiz. Albatta Qur'ondan olamiz.